Kotel tanlanayotganda hozir juda ham ommalashib ketdi. Usta akalarimiz baraka topsin. Kimdir bilmayman kim aytdi shu gapni. Ekonomичный kotel deb nom qo'yib qo'yishdi kondensatsionni kotelga. Mijozlarga borishni tavsiya qilishyapti. Mijozlar do'konga kelib, ekonomичный kotelingdan bergin deb so'rashyapti. Xo'p, qaysi kotel ekonomичныйligini buni hisob kitoblari bor. Buni yana bitta sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Kotellarimiz hozir ikkiga bo'linyapti. Kondensatsionni kotel va atmosferniy kotel. Bu qanaqa, qatga qo'yiladi, qachon qo'yiladi, kimning uyiga qaysini qo'yganimiz yaxshi? Oldin binoni va isitish tizimi haqida ikkiga ajratib, uni aniq qilishimiz kerak. Shundan keyin oxiri o'zi qaysi kotelni qo'yishimizni, sotib olishimizni ma'lum bo'ladi. Xo'p, isitish tizimi ikkiga bo'linadi. Birinchisi yuqori haroratli isitish tizimi, ikkinchisi bo'lsa past haroratli isitish tizimi. Niskotemperaturniy rejim yoki vысокотемпературный rejim deydi bizda ustalar tilida. Endi ruscha terminlarga o'rganib ketganmiz-ku. Xo'p, endi agar siz uyingizni hammasini teplый pol qilgan bo'lsangiz, issiq pol bilan o'sha iliq pol bilan isitayotgan bo'lsangiz, unda bu sistema отопления niskotemperaturniy rejim hisoblanadi, ya'ni past haroratli isitish tizimi deyiladi. Chunki teplый polga biz bilamizki 50, 60, 70 gradus issiqlik bermaymiz, chunki odam mazasini qochirib qo'yadi. Sizni uyingizda faqatgina radiatorlar bilan isilayotgan bino bo'ladigan bo'lsa, bunga biz past haroratli bera olmaymiz. Shuning uchun buni nomini vысокотемпературный rejim deymiz. Ya'ni yuqori haroratli isitish tizimidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Endi u birinchi aytgan tipimizda va ikkinchi aytgan tipimizda qanaqa holatda bo'ladi? Bilamizki, O'zbekistonda ko'p xonadonlar hali ham o'sha hovli bo'lsa, hovlining atrofiga qurilgan xonalar bo'ladi. Xonadan xonaga o'tishingiz uchun hovliga chiqib o'tamiz. Yoki bilamizki, bolalarimiz shunday eshikni ochib qo'yib, oyoq kiyimini kiyib tashqariga chiqqunicha bir kamida 20-30 sekund yoki 1-2 minut vaqtdan o'tib ketib qoladi. Bunda sizni o'sha 5 xona uyingiz bo'ladigan bo'lsa, bir pasni issiq uyingiz g'urillab qishda muzdek bo'lib qoladi. Bunaqa uyda siz yuqori haroratli isitish tizimini o'rnatasiz. Radiatorlar qo'yasiz. Nimaga? Teplый pol qilaman desangiz, eski tipdagi bino, xonadonlar, uchastkalarimiz, shu o'zlarini mahallalarimizda joylashgan uchastkalarda pollarimiz hammasi yog'ochdan qilingan bo'ladi. Yog'ochdan qilingan bo'lgandan keyin tegida texnik uni zonasi bor. Bir 60 sm, 70 sm texnik zona bor. U nima qiladi? Qishni butun suvini tortib ketadi. O'shaning uchun bizga qishda doim aytishgan, "Voy, yerda yotma, polda yotmaganda pastda bizga aytishardi shu gapni." Sababi pol zax bo'ladi, yotganingizdan keyin yelkangizdan shamol urib qo'yishi mumkin. Bunaqa holatda teplый pol qila olmaysiz, chunki hamma joy yog'och. O'shaning uchun radiatorlarni oynaning tagiga ilib, faqatgina yuqori harorat bilan uyingizni isitasiz. Radiatorlar bilan biz bilamizki, agar unga past harorat beradigan bo'lsak, ya'ni 30-40 beradigan bo'lsak, qo'lingiz bilan ushaganda insonning o'z tanasi ham 36 ku haroratimizni. O'shaganingizda ilu yoki nomiga issiqroq bo'ladigan bo'lsa, u bizning katta xonamizni isitib bera olmaydi. Ya'ni bizga kerakli issiqni bera olmaydi. Chunki polimiz bor, doim tortib ketadigan, oynalarimiz, devorlarimiz bor, doim tortib ketadigan. O'shaning uchun meni o'zim uyimda ham shaxsan varanglatib baland qilib qo'yamiz kotelni. O'sha 50-60 liga chiqarib yuboramiz. Endi 60 yoki undan ham yuqori chiqib ketdimi, ayniqsa qishga suv, anomal suv bo'ladi. Bu yuqori haroratli isitish tizimi hisoblanadi. Yuqori haroratga siz kondensatsionni kotel qo'ya olmaysiz. Qanchalik siz xohlamang, qanchalik sizni pulingiz ko'p bo'lmasin. Nimaga? Chunki kondensatsionni kotel qo'yganingizdan keyin uni biz odatda 50 gradusgacha komanda bera olamiz. 50 dan oshu baland qilib siz komandan berib qo'ydingizmi, kondensat hosil bo'lmaydi. Atmosferniy kotel qanaqa tipda ishlasa, xuddi o'sha tipda ishlab qoladi. Bu degani siz kondensatsionni kotel sotib oldingiz, shunchaki ustiga qimmat pul to'lab turib, qimmatga bir kotel sotib oldingiz degani. Bundan ko'ra, agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bunaqa binosizda bo'ladigan bo'lsa, uylaringiz shu tipda bo'lgan bo'lsa, atmosferniy kotel qo'yib qo'yib, o'shandan foydalanavering. Nimaga? Chunki atmosferniy kotel bilan kondensatsionni kotel narximizni solishtiradigan bo'lsak, kondensatsionni kotellarimizni masalan, hozir o'rtacha narxi atmosferniy kotellarimizni 500, 600, 700 dollar bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha parametrdagi, xuddi o'sha quvvatni beradigan, devorga ilinadigan zamonaviy kondensatsionni kotellar xuddi o'sha brendniki bo'ladi. Bu 200, 300, 500, 600 yoki undan ham katta dollarda farq qilishi mumkin. Siz bunaqa farqni ko'proqga, qimmatga to'lab sotib olsizmi? Sizning binoyingiz kondensatsionni kotel o'rnatish uchun, ya'ni sizning sistema отоплениyangiz past haroratli isitish tizimi bo'lishi kerak. Endi bunaqa isitish tizimi qayerda bo'ladi deydigan bo'lsangiz, hozir uylarimizdan ko'ryapsizlar, zamonaviy uylar hammasi kottej bo'lib tushyapti. Yoki katta olingan 4-5 sotuli uylarni ham hovlining atrofida binolar, xonalar qurilmayapti-da, hovlining o'rtasiga
baland qilib 3 qavat qurilyapti. Endi buni qilinadigan bo'lgandan keyin birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavat hammasida teplый pollar qilinyapti. Oynalarning oldiga внутрипольный konvektorlarni qo'yishyapti. Undan tashqari yordamchi spalnilarga qulay harorat issiqligini yetkazish uchun radiatorlar ham o'rnatilyapti. Bunaqa holatda siz uyingizga 30-35 qishi sovuq kunida 35 gradus berganingizda uyingiz bir maromda issiq bo'ladi. O'sha siz bizda aytishadi klientlar qishda ham uyda maykada yuradi. Shunaqa mayka tursida bemalol siz yura olasiz. Bunaqa holatda siz kondensatsionniy kotelni qo'yasiz. Nimaga bunaqa? Kondensatsionniy kotelni atmosferniy kotel bilan solishtiradigan bo'lsak, kondensatsionniy kotellarning KPDsi atmosferniga nisbatan 15-18% gacha, balkim ba'zi holatda 20% gacha KPDsi yuqorida beriladi. Haqiqatda issiqlikni berishi, issiqlikdan foydalanishi shunaqa yuqori bo'ladi. Endi agar siz uni izolyatsiyasi yaxshi qilingan bino bo'lsa, korobka holatda qurilgan bino bo'ladigan bo'lsa, kondensatsionniy kotelni qo'yib foydalanishingiz mumkin. Shu aytganimizdek, unga 35 gradus, maksimum 40 bersangiz, uyingiz vobshe isib yonib ketadi. Bunaqa holatda siz kondensatsionniy koteldan foydalanib, gazingizdan, elektr energiyangizdan har oyda atmosferniy kotelga nisbatan 15-20% gacha ekonom qilib borsangiz bo'ladi. Sizni binoingiz eski tipdagi bino bo'ladigan bo'lsa, siz bunaqa kondensatsionniy kotel sotib olishingiz kerak yo'q. Oddiy atmosferniy kotel qo'yib foydalanasiz. Chunki eslatib o'tamiz, u yerda 50 gradus bilan baland komanda berasiz. 50 dan oshgandan keyin harorat, ya'ni kotelda berayotgan komandangiz kondensat hosil bo'lmaydi. Kondensatsionniy kotel atmosferniy kotel prinsipida ishlab qoladi. O'shaning uchun oldin biz bilaylik binoyimiz qanaqa, binoyimizga qanaqa isitish tizimi, sistema kerak, yuqori haroratlimi yoki past haroratlimi, shundan kelib chiqib turib kotellarni tanlab olamiz. Kondensatsionniy kotelning KPDsi 15% ga 20% gacha yuqori deyapmiz-ku. Shundan kelib chiqib uni ekonomichniy deb aytyapmiz. Endi shu atmosferniy kotel bilan solishtirganimizda necha foizga O'zbekistonda elektr energiya va gazda sizda tejab berishi va necha yilda o'zini oqlash deganda atmosferniyimiz arzonroq, kondensatsionniy kotellarimiz qimmatroq, orasidagi narxdagi tafovut pulni qancha yilda, qancha vaqtda o'zini oqlashi bo'yicha keyingi videoda aniq sizga hisob-kitob qo'yaman. Uni ham kuzatib boring va umuman santexnika isitish tizimi to'g'risida to'liq aniq-tiniq konsultatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, like bosib, sahifamga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting.